yetakchilar, Rif Muxtarovich, Olmaz, bizning o'sha Hayratovich, o'sha binoning, motor binoning bizning funksional sentrning yetakchisi, mana prямой efirda bir necha so'rov bor edi, ochdimiz. Hali ishlamaydi deb, bunda endi bizning Olmaz azrak chingab ketgan, shular hockey o'ynab oyog'ini azrak sindirgan, shuna ko'ra sindirmabdan bir yeringda shu ochqamiz ekan, u ishlarga shunday bolalarga da, pensionerlarga da, veteranlarga da shu xalq uchun deb biz uni tirishdik. Prezidentimizga bek zo'r rahmat, vaqtida biz uni ochib berdik. Hali ishlab bitirish saytlarimiz bor, 60 ishlab bitirish bor. Shunda Alloh bersa ishlab bitiramiz. Bugün bunda endi haydaqilik ediyoruz. Paylaşıklarım qarab chiqdilar, sohbetdan so'rdan so'rashingizga kerak. Shulay endi litsenziyalasi bor. Rif Muxtarovich senglini to'g'ri yetakchisini bo'lmagingiz bor. Shuna bir xalq bilan ishlarga, turli kurshoklar, turli sho'rolar o'tkazilgan. Kim bo'lar mesela Taylandda bizning eng yoqqan bayramimiz, yoz bayrami, sizincha mart bayrami, shundan o'tib boshqa joylarga kelgan yuzlab bog'larında yashaydi. Bana göre alanın yürüyüşü kiler, şolay bit bunda aşık olsa, o indi Allah her vakit kabirlerge, teniste gerek, bilyartta gerek, şahmatta gerek, şaşkıda, domino da gerek, ne varsa biz yardım ederiz. Bunda indi dürüst ettirip, yaxşı ettirip uyuşturmak gerek. Bizden sizden, bunda sizden de yardım gerek. Daka, kulturный центр bizden nişe işli, şolay işlerge tekişlerimiz bir yaxşı klublar işleybildiğinde, onda sizden çıkışlardan burayı. Siz nişe uyuşturasınız şu işini. Nişe halkını şakırasınız, nişe gidip alarını ko'rsatasiz, şulay bo'ladi. Onda ertangi jiydan ishga 9ga 10ga qatli g'irlab turadi. Şulay bitin. Shuna shilg'an hali yoz kuni, jay kuni futbol bo'shaqsa yasaymiz hali крытый manej bizning fonda Alloh bersa 23-yillarda bo'ladi. İkinci yılda tüzülen Allah ise azına kayda, onda yaxşı orun topurga kerak. O'sha крытый manej, futbol o'ynarlar bo'ladi, badmintonda, kurash tarbiya ishlarga bo'ladi. Ha, o'runni sayyorga kerak. Faqat o'rin bilan o'rtalara bir o'rin bo'lsin deydi. Bu narsa $60-70 milyon var. Premier Minister da keldi. Sessiyani o'tkazdik, shunda biz uni protokolni kirgizib berdik, biz uni ishlaymiz.